Bu jumboqni yechish uchun olimlar 4 xil yo'nalishdan foydalanadilar. Arxeologiya, qazilmalar, antropologiya, madaniyatlarni o'rganish, psixologiya va primatologiya, maymunlarni o'rganish. Chunki bizning DNKmiz 99% bir xil. Keling, eng mashhur ammo xato bo'lgan bu nazariyalarni yo'qqa chiqaramiz. Zo'ravonlik nazariyasi. Ba'zilar aytadiki, xuddi gorillalar kabi bizda ham alfa meyl, ya'ni yetakchi erkak bo'lgan va u boshqalarni ishlashga majbur qilgan. Lekin muammo shundaki, insonlar gorilla emas. Agar oramizda bitta zolim paydo bo'lsa, bizning katta miyamiz unga qarshi birlashishga, reja tuzishga va uni ag'darishga imkon beradi. Bizda hamkorlik bor. Shuning uchun bitta odam hammani qul qila olmasdi. Urush nazariyasi. Balki biz dushmanlardan himoyalanish uchun devorlar qurib, bir joyga yashashga majbur bo'lgandirmiz. Dalillar esa yo'q. Qadimgi davrlarda, aynan dehqonchilikka o'tish paytida katta urush qurollari yoki ommaviy qirg'in izlari topilmagan. Odamlar bir-biri bilan urushgan bo'lsa-da, bu katta armiyalar to'qnashuvi emas edi. Unday bo'lsa javob nima? Olimlarning ko'pchiligi hozir bitta g'oyaga kelishgan. Bu din.